Assalomu alaykum qadrli xonadonlar. Bugun ikkinchi dars, xudo xolasa. Bugungi darsligimiz to'y oshi. Xo'p, vaqtni yutish maqsadida mana go'shtlarimizni, dumbalarimizni, sabzilarimizni, piyozlarimizni to'g'rab oldik. Bugun 2 kilo to'y oshi, 2 kilo go'sht, qo'y go'shti, yarim kilo dumba, 2 kilo sabzi, 300 gram qizil sabzi, 300 gram piyoz, 200 gram no'xat va 200 gram magis kerak bo'ladi o'zida. Xudo xolasa ish jarayonini boshlaymiz. To'y oshimizga 1 kilosiga 300 gramdan yog' solamiz. Taxminan 600 gram. Olazaylar tarozga solib, tarozga qo'yib turib, sovasanglar bo'ladi. Jizzamiz kuyib ketmasligi uchun dumbani ham yog' sovigan holatida sog'olamiz. Shunda jizzanglar kuyib ketmaydi. Qizigan yog'ga solsanglar, dumba erimasdan kuyib ketishi mumkin. Jizzalarimizni tayyor bo'lib qoldi. Zaning tog'alar shunaqa holatda ballarang bo'lgandan keyin oling. Qahram bera oling. Jizzalarni tayyor. Olovni sal ko'taramiz. Olovni tozalab olamiz. Jizzalar olgan holda olamiz. Xudo xolasa yog'larimiz toza bo'ladi. Go'shtlarimizni tuzlab olamiz. Mazali suv ichib. Videolarni ko'rib, bemalol bu sharoitda ham oshna qilish oladi. Videolarimizni o'tkazib olmaslik uchun podpiska tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Yog'larimizni shu holatda qizdira olamiz. Bundan ko'p ham qizdira olmaydi, chunki semichka yog'i o'zi dog'langan bo'ladi. Alloh shifo bering. Yeganlarga ibodatga quvvat bo'ladigan bo'lsa, darding dahmon bo'lsa, yuzlarimiz yorug' bo'lsin. Sozlarimizni o'rgatganda ozgina go'shtni uzatib, keyin piyoz solamiz. Yana bitta lifehack aytamiz. Lifehack va maslahatni o'zingizlar nima deb tushunsangiz, tushunib olinglar. Xo'p, oshimiz bir xil qaynashi uchun go'shtlarimizdan chiroyli qilib tahlil olishimiz kerak. Agar go'sht ustini suvib qolsa yoki chiroyli tahrimlasa, ko'p holatda o'rtasi qaynamay qoladi. Sababi go'shtlarimiz ustini tushib qolganligi uchun. Imkon qadar chiroyli qilib tahlil olinglar. Shunda guruchlar ham bir xil parlanadi, oshilar ham bir xil qaynaydi. Xo'p, piyozlarimiz tillarangga kelgandan keyin sabzini solamiz. To'y oshida piyoz qip-qizil bo'lib qizartirilmaydi. Piyozimiz chetlari tillarang kelgandan keyin piyoz qotgan holatida ozgina qotadi. Suv qochgandan keyin sabzini solamiz. Paketida albatta 2 kiloga 1 litr suv. Hop. Suv solganimizdan keyin ozgina o'zini holatiga qo'yamiz. Bir minut. Keyin mana shuna qilib piyozlarni chetidan olamiz. Endi hamma ham olmasligi mumkin. Bizga ustozlarimiz shunaqa o'rgatishgan. Sababi piyoz hali osh pishgandan keyin aralashtirganingizda piyozlar chiqib kelmaydi. Yoki bitta joyda turib qolsa, sovuq tushguncha, qaynab ezilguncha qotib qolishi mumkin. Hop. Suvlarimizni soldik, sabzilarimizni soldik. 30 gram tuz beramiz, taxminan. Sabzidan keyin piyoz nimaga solinadi? Kim biladi? Bilganlar kommentariyada javobini qolamiz. Olovni salqatga chiqaramiz. Hop. To'g'risini albatta no'xatsiz, magisiz tasavvur qilolmaydi. No'xatini solamiz. Hop. Zirovorlik ketmaganligiga keldik. Xo'p, uni xudo xolasa 1 soat qaynadi. Zirovorligimiz. Endi bu yog'iga guruch solish jarayoni. Kapkirimizdan aytsan, shogirdi ko'p bo'lsa, kapkirimizni ishlatib olaveradi. Sabzilarni yaxshilab bostirib, magizlarini
Aslida bostirib olamiz. Magizlarimiz pishmay qolmaydi shunday. Hop, bitta tuzini ko'rib guruch olamiz. Tabga ko'ra ozgina tuz beramiz. Hop, suvimiz sal kamlik qotdi, shunga ozgina suv solamiz. Taxminan 250 grammcha. Hop, qaynagan suv yo bulyon solaylik. Shunda oshinglarni qaynovi o'lib qolmaydi. 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Iloji boricha guruch hamma yog'i yopilishi kerak. Qozon ila yopilsa tez va yaxshi parlab oladi. 15 minut olovni ko'tardik. Hop, 5 minut baland olovda, 10 minut o'rta olovda dimlaymiz. Hop, birinchi adashimiz mana. Guruchlarimiz ham 15 daqiqada parlab oldi. Xohlasan ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol. Achkimiz halol beryapti. Hop, chiroyli qilib parlantirib oldik. Bu yoqqa guruch erkalab mehr berib ag'daramiz. Hamma narsa mehr va e'tiborda. Chiroyli qilib e'tiborli qilib mehr bilan aylantirib olsanglar. Bu yoq ham chiroyli bo'laveradi. Imkon qadar endi bu yerda hozir shag'al yo'q. Shag'al deganda guruch parlamay qolgan joylari bo'ladi. Ko'p holatda shu uyda osh pishirayotganda shu narsaga ahamiyat berishmaydi. Tap qilib ag'darib tashlashadi, aylantirib tashlashadi, dimlab qo'yishadi. Keyin guruch olatirib bo'lib qoladi. Bitta guruchlarimiz parlangani tufayli, ko'tki bo'lib parlangani sabab bir tekisda qilib aylantirib oldik. Xudo xolisi ularni ko'ramiz ana. Kapkiri shundoq tegiga tiqsanglar, ulotsanglar bo'ladi. Suv bor, suv yo'q degan. Bu yerda suv yo'q. Suv bo'lsa, ko'piga o'xshab dona-dona bo'lib tez tushadi. Yana 250 gram suv qo'yamiz. Chiroyli qilib silab, ziradan sepib, endi yarim soatga dimlab qo'yamiz. Qaynovini ham ko'rsatib qo'ying. Shu holatda 15 minut turadi. Shu holatda mana qaynovini ko'rib olaylik. Shu holatda 15 minut turadi, keyin sal olovni pasaytirasiz. Bismillah. Yarim soatdan keyin ochib, imkon qadar magizlari bilan aralashtirib olsanglar, guruchga shirasi o'tadi. Guruchlar mazali bo'ladi. Yana yarim soatga dimlab qo'yamiz. Tuzlarini ko'rib, eng muhim joyi shu. Tuzlarni ko'rib, jarayonida tuz berib olsanglar bo'ladi. Endi bu ma'no usulim. Tuzlari yetilishlari yaxshi, xudo xolisi. Yana yarim soatga dimlab qo'yamiz. Qo'ldan. Yana bir marta tagiga qarab, suvga qarab qo'ysanglar bo'ladi. Ozgina suv bor ekan. Shu suv bilan yetiladi xudo xolisi. Oshlarimiz tayyor bo'ldi. Buni endi xudo xolisi chiroyli qilib suzib olamiz. Bismillah. Sharmanda. Mana qo'yamiz. To'y oshlarimizni narx-navosi bilan tanishamiz. To'y oshlarimiz kilosi 320 ming so'mdan. Birga bir go'sht, zumbadan tashqari. Xo'jalikni uni yaxshilab aralashtirib oldik, go'shtlarni alohida qilib. Endi uni chiroyli qilib daganligiga suzib olamiz. Go'shtlarimiz qaynab olish uchun laganlarimizni ham suzib oldik. Laganni chiqarish usulida sizlar bo'ladi. Birinchisi qaynagan suvga solib qo'ying yoki choy oling. Ikkinchisi qozonni atrofiga dimlaganni qo'yib qo'ysanglar ham turguninglarcha qaynab oladi. Osh imkon qadar mana do'ppiday qilib o'rtasini ko'tarib tutsanglar, laganda chiroyli ko'rinadi. Ishtahani ham ochadi. Bu ham bitta layf. Xohlasangiz mana to'y oshlarimiz tayyor bo'ldi. Uyda bemalol pishirib tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Mabodo tushunmagan joylar bo'lsa, kommentariyada yozsanglar tushuntirib beramiz. Opsiyaniyada kerakli mahsulotlarni gram-gramgacha yozib qo'yamiz.